Bir dana kazan nabor zo'rindan 3 dana tefal, 2 dana chopper va katta kichkina har xil vlajniy salfetkalardan общий 80 ya 90 dana. Bularni hammasini unchatib utib olsangizlar bo'ladi. Smart dog geteradoni yodlaringizda. Buni bahasi 37,5 ming so'm. O'yinimizda qatnashish uchun esa kamida 42 ming so'mlik narsa sotib olishlaringiz kerak bo'ladi, aynan Smart brendidan. Misol uchun mana shu ko'rib turgan naborimiz o'zi 42 ming so'mlikka tayyor qilib qo'yilgan. Buning ichida nima bo'ladi? Ko'sh uchun gubka, krem. Bu kremning ham boshqacha. Hammasi kundalik hayotimizda kerak bo'ladigan narsalar. Smart brendindagi narsalardan 42 ming so'mga sotib olsangiz bo'ldi. Misol uchun ana shu velo o'zi 48 ming so'm ekan. Shuni bir jo'na oldingiz, bo'ldi. Siz o'yin ishtirokchisini aylanasiz. Ya bo'lmasa 38 ming so'mga buni oladigan bo'lsangiz, yanana deylik 9 ming so'mga bir dona shotka olasiz. Shu, siz o'yinda qatnashasiz. Demak, ko'rsatilgan narsalardan kamida 42 ming so'mga olib kelib, xodimimizga chekini ko'rsatasiz va barabanning ichidan o'zingiz xohlagan ishidan qog'ozni saylab olasiz va shunda nima yozilgan bo'lsa, shu narsani o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir bir yana kichkina vlajniy salfetka chiqdi menga. Bu yerda bizda vlajniy salfetka chiqishi mumkin, chopper chiqishi mumkin, qozon nabor chiqishi mumkin, tefal chiqishi mumkin. Bu endi o'zingizning omadingizga bog'liq. Demak, 4-oktyabr kuni soat 11:00 da Darital supermarketda o'yinimiz boshlanadi. You feel like happiness